Men 1989-yil Yakkabog' tumanining 58-o'rta maktabining 1-sinfiga qabul qilinganman. Mening birinchi ustozim Safarov Odil ustozimiz bizni boshlang'ich sinfda dars berganlar. U kishi nihoyatda oliyjanob, nihoyatda samimiy, xuddiki o'z farzandlaridek mehr berib ta'lim berganlar va hozirgacha u kishini yo'qlab turishga harakat qilamiz. Oxirgi marta biz yaqinda mana sinfdoshlarimiz bilan maktabda yig'ilib 25 yillik yubiley qildik, bitirganimizni nishonlab va u yerda bizga dars bergan ustozlarni xotirlab taklif qilib, chiroyli davra suhbati tashkil qilishga harakat qildik. Dars bergan ustozlarimizni, bolalikdagi bizga bergan darslarni eslab, yana sinfxonalarda yig'ildik. Assalomu alaykum ustoz. Rahmat, ko'rma qizim. Yaxshi, rahmat. Ustoz, bayram bilan tabriklayman, kelayotgan bayramlaringiz bilan. Rahmat qizim, rahmat. Umringiz uzoq bo'lsin. Sizlarga tabriklayman. Rahmat. Hammadan zo'rmish qilib, yaxshi ishlayapsizlarmi? Yaxshi, rahmat ustoz. Umringiz uzoq bo'lsin. Buyuk shoirimiz ta'kidlaganlaridek, kim senga bir harf o'qitmish ranch ela, aylamak bo'lmas oning haqqin yuzganch ela. Men 1987-yilda Buxoro viloyati Shofirkon tumanidagi 4-o'rta maktabning 1-sinfiga borganman. Birinchi o'qituvchimiz, birinchi muallimimiz G'iyos Sharipov ustozimiz bo'ladilar. Biz ustozimizdan juda ham minnatdormiz. Hozir hayotlar, umrlari uzoq bo'lsin. Men maktabga borib turaman albatta. Mana yaqinda maktabimizning 100 yillik yubiley bo'ldi. Mana shu yubileyda qatnashib ko'plab ustozlar qatori birinchi muallimimni, birinchi o'qituvchimni ko'rib, u kishini hollaridan xabar olib keldim. Bundan albatta men juda xursandman. Men 1992-yil 1-sentyabrda 1-sinfda Samarqand viloyati Urgut tumanidagi 7-umumiy ta'lim maktabida ilk qadam tashlab, u yerdagi ustozlardan bilim va saboq olganman. Birinchi ustozim Xursanoy Abdullayeva bizga ona mehridek mehr berib, tilimizga, vatanimizga, millatimiz bo'yiga bo'lgan hurmat, izzat, sadoqatni o'rgatib, bizga o'z farzandidan-da ortiq e'tibor qaratib, ta'lim tarbiya berganlar. O'zim o'qigan va 1-sinfga borgan maktabga 1 yilda 2 marta borib, ustozimni yodga olib, bugungi kundagi yoshlarga ustozimni bizga bergan ta'lim tarbiyalarini o'rnak qilib ko'rsatib kelyapman. Shu munosabat bilan butun respublikamizdagi murabbiylarni yaqinlashib kelayotgan 1-oktyabr o'qituvchilar va murabbiylar kuni bilan chin qalbimdan muborakbod etaman. Barchalari bizdek shogirdlarni baxtiga sog'-salomat bo'lsin. Men 1998-yil Nurobod tumanidagi 10-o'rta maktabga 1-sinfga borganman. Bizning ustozimiz Ismoilova Salomat ustoz haqida gapiradigan bo'lsam, juda ham mehribon, ham qattiq qo'l o'qituvchi bo'lgan. Biz sinfimizda 20 ta o'quvchini o'z bolasidek tarbiyalab, o'qishni, yozishni, shu jamiki shu savodimizni chiqarishga katta mehnat qilgan va biz 20 ta o'quvchidan, sinfdoshlarimizdan 80% sinfdoshlarimiz oliy ma'lumotli bo'lib, hozirda mana shu O'zbekistonimizni rivojlanishiga o'z hissasini qo'shib kelmoqda. Ustozimizni umrlari uzoq bo'lsin. Shu barcha ustozlar, murabbiylarga mana shu yaqinlashib kelayotgan bayram bilan muborakbod etaman. O'zini mana shu sharafli kasbiy yo'lida hormay tolmay mehnat qilishiga tilakdoshman. Men 1968-yilda Urgut tumanidagi 42-maktabning Omonqo'tan qishlog'ida joylashgan filialida 1-sinfga o'qishga borganman. Alloh rahmat qilsin, mening birinchi ustozim Nuraliyev Mahmudus domla hisoblanadilar. U kishi bilimliligi bilan, insoniyligi bilan o'sha 1-sinfda bizlarga o'qishni, yozishni,
o'rgatishdagi mohirligi bilan bizni ko'nglimizdan joy topgan ajoyib inson edilar. Biz u kishidan ta'lim olib, o'qishni ham, yozishni ham to'liq o'rganganmiz va hattoki o'sha yillardan boshlab kim bo'lmoqchisan degan savolga o'sha yillarda bizga javob topishga yordam bergan birinchi o'qituvchimiz hisoblanadilar. Ustozimiz bilan men doimo faxrlanaman. Agar o'sha meni birinchi ustozlarim hayot bo'lganlarida edi, men juda ham istagan bo'lar edim. Hozirgi paytda mana universitetimizda juda katta obodonlashtirish, qurilish ishlari, o'quv ishlari juda ham chiroyli yo'lga qo'yildi. Men juda ham istagan bo'lar edimki, o'sha insonlarni mana shu yerga olib kelib bir aylantirib, tomosha qildirib ketishni juda xohlagan bo'lar edim. Men tug'ilib o'sgan oilada muallim qadrlanardi, kitob qadrlanardi. Otam Hamidulla Hamroyev, onam Sayyora Hayitova bir umr o'qituvchi bo'lib o'tishgan. Qishlog'imizdan chiqqan birinchi oliy ma'lumotli o'qituvchilar bo'lishgan ular. Bugun ularning ishlarini opalarim davom ettiryapti. Oilamizda o'qituvchilar ko'p. Men 1977-yilda Kattaqo'rg'on tumanidagi 17-maktabni 1-sinfiga o'qishga borganman. Va menga 1-sinfda qo'limga qalam tutqazgan ustozim Umsuna Jo'rayeva. U kishi vafot etganlar. Men u kishini tez-tez xotirlayman, tez-tez eslayman. Tarbiyachimiz Robiya Temirova bo'lganlar. U kishi ham bizga juda ham onalarcha mehribon bo'lib dars o'tganlar. U kishi hayot. Ertaga bayramda yana borib o'qituvchimni tabriklayman. Ulg'ayganimizdan bizga sinf rahbar bo'lgan Salom Tayloqov muallimimni ham juda ko'p eslayman, ustozimni. U kishi ham dunyodan o'tganlar. U kishini ko'p xotirlayman. Bugun men Kattaqo'rg'on tumanidagi 17-maktabga, o'zim o'qigan maktabga tez-tez borib turaman. Chunki bu maktab men uchun juda ham aziz, juda ham muqaddas. Bu maktabdan ko'plab davlat va jamoat arboblari, fan doktorlari, professorlar, olimlar, shoirlar, jurnalistlar yetishib chiqqan. Bu har birimizga, o'sha maktabni bitiruvchilarining har biriga faxr, iftixor bag'ishlaydi. Aziz zamondoshim, siz o'zingiz o'qigan maktabga borib turasizmi? Siz o'zingizga maktabda qo'lingizga qalam tutqazgan o'qituvchingizni eslaysizmi? Xabar olasizmi holidan? O'tib ketgan bo'lsa, xotirlaysizmi?